Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi sotadigan kvartiramiz birinchi etajdan bir xonali kvartira bo'ladi. Sizlar o'zim sentrdan ichida joylashgan. Kirishimiz shunday keyin koridor bo'ladi. Kirganda mana o'ng qo'limizda birinchi katta xonamiz, bir xonali, bir ko'xnasi, bir xonasi bo'ladi vanasi o'zi bilan. Ana shunday chiroyli avoylar bilan remontlanib turibdi. Bu yoqda mana pardalari, gilamlari kelishsangiz qoladi. Bo'lmasa olib chiqib ketadilar. Bu shkafni esa biz kelishib qo'ydik sizlar uchun. Tashab ketadi bu shkafni. Bu yoqda esa mana chiqqanimizdan keyin vanna sanojelari, ishlarning kafelari bosilib chiroyli bo'lib turibdi. To'gilib, sochilib yotgan yerlari yo'q. Chiqqanimizdan keyin bu yoqda esa mana shunday shinamgina ko'hnasi. Ko'hnalarda aboylari bosilgan, kommunikatsiyalar ishlab turibdi. Suvdan, gazdan hech qanday muammosi yo'q. Uyimiz gazda to'xtamas, tем более birinchi etajda qaylar. Ideal market tarafda, ideal marketimiz shunday asl to'yxonadan kirib kelganingizdagi to'rda solingan dolmarda. Buning izindagi ostatkisi boshlang'ich bahosini 148 million so'rayapti. Bankdagi ostatkisi 161 million so'mdan. 61 million so'm ostatkisi qolgan, oylik to'lama 1 million so'mdan pastga tushib ketadi. 13 yil kredit qilgan ag'aylar. Kelib, ko'rib, pryamoy grafiklarni ko'rib o'zingiz tanishib olishingiz mumkin. Eldan 148 ber, xalaysangiz davom etib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, men kreditni yomon ko'raman desangiz, izindagi ostatkisini yopib tashlab, atingizga o'tirib olsangiz bo'ladi. Ana shunday kvartira olaman deb yurganlarga videoni sirazi yuborib qo'ying. Sizlar bilan men Ixtiyor Minchanovich.